Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Mush ayning 18-kuni e'lon qilingan bir xabarda Angliya Savdo ministri Douglas Alexanderning Xitoy qilgan maxfiy safarida Uyg'ur majburiy amkiga chetilganlik bilan ayblangan bir shirkat bilan ko'rishganligi o'tirib qo'yilib, uning bu uchrashishini qattiq ayblagan. Alexander Douglas Beijing va Xaykou qilgan 5 kunlik safarida qit'alararo mehmonsaroy guruhining Yarshar muavin lideri Lu Xayching bilan ikki faoliyatga qatnashgan. Bu kishilik huquqni tashabbus qilguvchilar tarafidan Xitoyning Sharq Turkistondagi keng ko'lamli nazorat qilish, diniy bostirish, majburiy emgak selish qatorliq jinoyatlarga chetilgan, ishlab chiqarish va qurilish punktiga munosabatli tijorat qiladigan bir shirkat bilan ko'rishish, qirg'inchilik chetilganlar bilan ish tutish deb ayblangan. Mazkur xabarda bu mehmonsaroy guruhini Xitoy hukumatining yurgizgan xo'rlash qilmishidan ayirib qarg'ili bo'lmaydi, balki Xitoyning kontrol qilish sistemasi ichida harakat qiladi. Shundaqla Sharq Turkistonda yuz berganlarni yo'q chiqarish va normal qilib ko'rsatib, xalqaroning mablag' selishi va sayohatchilikka qulaylik yaratadi. Bu mehmonsaroy guruhi buningga sal qaraydi va bu qirg'inchilik ichidami savdo olib borg'ili bo'lganligidan derak beradi. Bu mehmonxona zanjirining mavjudligi va kengayishi davlatning turtkisida bostirishni normallashtirish va vahshiylikning reallikni xiralashtirish tirishchanligi bilan mos keladi deb yozgan. Bu haqda kishilik huquq faoliyatchisi va Xitoy qarshi parlamentlar ittifoqining ijroiya mudiri Luke de Pelford Uyg'urlarga qarshi ishlangan vahshiylikdan foydalangan deb ayblangan shirkatning yuqori darajali ministrlar bilan ko'rishish imtiyozdan bahramon bo'lishi kishini andishiga soladi degan. Yaqında yer shari huquqini qo'g'dash tashkiloti Caroline Dahl, Yalqin Ulug' yo'l va ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir qism Uyg'ur tadqiqotchilarining dokladini e'lon qilgan. Mazkur dokladda Sharq Turkistondagi majburiy emgak chetishliq 10 dan ortiq xalqaro shirkatni aniqlab chiqqan. Manbadagi xatar, muhim mineral moddalar bilan ta'minlash zanjiri va atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi davlat majburiy emgak kuchi nomli bu dokladda Augon, Walmart, Nescafe, Coca-Cola va Sherwin-Williams qatorliq asosli markalarning Uyg'ur majburiy amki bilan bo'lgan munosabati aniqlangan bo'lib, ular Sharq Turkistonda tijorat qilayotgan Xitoyning ta'minlovchilaridan titan, litiy, berilli va magniy qatorliq manbalarni ishlatgan bo'lishi mumkin. Mineral moddalar olam qatnash zapchastlari, bo'yoq va iste'mol buyumlari qatorliq dunyo miqyosida sotiladigan mahsulotlarda uchraydi. Birleşme Agentlik bu dokladni şirketlerinin Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonuni qatorliq qonunlar bo'yicha ta'minlash zanjirini jiddiy iqtisodiy taftish qilish chaqiriqini gavdlandirdi deb yozgan. Bu haqda New York vaqt gazetining 5-oyning 29-kuni e'lon qilingan Xitoyning Sharq Turkistondagi majburiy emgak usulini tekshirdi nomli maqolasida va 6-oyning 11-kuni Yer shari kishilik huquq tashkilotining Caroline Dahl, Yalqin Ulug' yo'l va ismini oshkorlashni xohlamaydigan Uyg'ur tadqiqotchilarining dokladini e'lon qildi. Va ismini oshkorlashni xohlamaydigan Uyg'ur tadqiqotchilarining dokladlarida ular vatanimizdagi majburiy emgakka bog'langan 10 necha shirkatni aniqlab chiqqan deb yozgan edi. Yer shari huquq manfaatini qo'g'dash tashkiloti tayyorlagan manbadagi xatar, muhim mineral ta'minlash zanjiri va atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi davlat majburiy emgak kuchi nomli bu dokladda Sharq Turkistondan qayzoylangan va pishiqlab ishlangan mineral moddalarning yer shari ta'minlash zanjirlarini oshkorlagan bo'lib, o'tgan 10 yilda Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi halqiliq mineral moddalarni chorlash, qazish, pishiqlab ishlash va ishlab chiqarishni kengaytdi. Bu rayonning qazish markazi sifatida o'ttirg'i chiqishi Uyg'ur va boshqa Turkiy millatlarini nishon qilgan davlat majburiy emgak kuchlarini yo'tkash programmasini asos qilgan. Bu andiza Xitoy korxonalariga tijorat tannarxiga to'liqlam berib qolmasdan, yana oilalarni ayirib etish, majburiy holda atalmish qayta tarbiyalash, yerli xalqning yerlarini egilib olish va jamiyatni vayron qilish orqali sistemlik zulmni kuchaytgan. Xitoy Amerika hukumati tomonidan bekitilgan 44 mineral moddaning 30'ini ishlab chiqaradi va bu moddalar vatanimizdan qaziladi. Dunyodagi titanning 11,6%, xam magniyning 92%, berillining 50% vatanimizdan qazilgandan boshqa yana litiyning asosliqi Sharq Turkistonning qazildiganligi. Sharq Turkistondagi qazilin boylik sohasida tijorat qilayotgan shirkatlarning majburiy emgak programmasiga qatnashish xavfi borligi o'ttirib qo'yilgan.
David Pearson Xitoy Uyg'ur kimligini qayta shakllantirish va strategik rayonni kontrol qilish uchun qandoq ishlatadi degan maqolasida Xitoyning davlat boshqarishidagi emgak programmalarining amaliyotda nomrodlikni tugatish tirishchalik sifatida bozorga solingan bo'lsa-mu, haqiqatda bu siyosatning o'xshamagan fikrlarni bostirish va vatanimizda bo'lgan kontrollikni kuchaytirishning vositasi sifatida qandoq rol o'ynaganligini oshkorlagan. Bu tadqiqotning bir qismi sifatida David Pearson, Rebecca Sonner, Vivian Wong ve James Sordam yazgan Uyg'urlarning Xitoy zavodlarida ishlashga qandoq majburlanganligi nomli bir sen e'lon qilingan bo'lib, buningda Xitoyning Uyg'ur majburiy emgaki haqida tafsiliy ma'lumot berilgan. Növbətdə davamlaşıyotgan İran-İsrailiya to'qinishi hammamizning diqqatini tortgan bir masala bo'lib, bu urushning Xitoyga bo'lgan ta'siri haqida mutaxassislarning qarashicha, İran Xitoyning neft va gaz manbalarining biri ekan. Agar bu urush kengayib ketsa, Hormuz bo'g'ozining to'silishini keltirib chiqarib, Xitoyning energiya ehtiyojiga ta'sir ko'rsatishi va Xitoy iqtisodiga besim kelishi mumkin ekan. Yani bir tarafdan aytganda, strategiya jihatdan Xitoyning atalmış İpek yo'lidagi eng yaqin sheriki bo'lgan Eronning urush patiqiga petib qolishi, atalmış bir balvoq bir yo'l planiga xavf keltirib qolmay, Xitoyning arzon tovarlariga beqinib qolgan Eronning Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqasining uzilishini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Mutaxassislar yana bu urushning davom qilishi islom dunyosi va xalqaroning diqqatini bu urushga markazlashishini keltirib chiqaradi. Bundaq ahvolda Xitoy buni fursat bilishi mumkin deb qaramoqda. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysınlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.